Ko'zga qaramas edi, bir hafta bo'ldi boryapti dadasiga. Men Mirsayit oyisiman. Biz Logo bilim Zampi filialiga 1 oydan bas kelyapmiz. Farzandim 1,5 yosh. Farzandimda ismiga reaksiya bildirmaslik, boshqalarga qo'shilmaslik, o'zi o'ynar edi faqat. Uydagilar bilan ham hech kimga bormas edi, chaqirsa ham qaramas edi umuman, bironma o'rgatsam ham o'rganmas edi, o'yinchoqlar o'ynasak ham hech men bilan o'ynamas edi, qaramas edi. Aya dada ham oddiy, o'sha 1,5 yosh bola gapirgan gaplarni ham gapirmas edi. Qarindoshlar ichida ham umuman hech kimga bor, faqat o'zimga edi, hech kimga qo'shilmay juda yovvoyi bo'lib qolgan edi. Mana 1 oy bo'lgan yo'q hali, ancha o'zgarish bilinyapti. Uydagilar ham ko'p gapirishardi, o'rgating, o'rgatmaysiz deyishardi. Har doim o'rgatardim, birga o'ynar edik. Qaramasa ham. Eng asosiysi dadasiga shuncha paytdan bas bormagan edi. Mana endi mana 1 hafta bo'ldi boryapti dadasiga. Boradi, juda yopishib qolgan. O'zimiz ham hayron bo'lyapmiz. Odamlarga qo'shilyapti. Uyda ukalar, opalar bor, ularga qo'shilyapti. Chaqirsa ismiga qarayapti. Ko'zga qaramas edi, endi ko'zga qarayapti. Ismiga ham qarayapti. Gapirsam eshitib turibdi. Aya dada deyapti asosiysi. Misol birovni o'rgatib, qani Mirsayitni o'zini chaqirsam bilmay jim turaveradi, ko'rsatyapti, bu narsalarni tushuntiryapti. Ancha o'zgarish bor. Shu o'g'limiz ustozi Mohiraxonga juda ham minnatdorchilik bildiramiz. 1 oy bo'lmasdan ancha katta natijalariga erishganlariga, shunchalik o'zgarganiga rahmat. Juda xursandmiz.